Sputnik chekkadamiz. Aniqroq tushuntirsam, yana Sputnik hokim ko'chaning to'g'risidan girib kelasiz. Chekka tarafa. Shu yerda yana qarang. 4 tona joy qurilgan, 150 metr kvadratdan. İkisi satılgan, xudo xolasa ikkisi qolgan. Birinchi, ikkinchi qolgan, uchinchi, to'rtinchi satilgan. Elde 11,5 metr, eldini kattaligini qarang. Gaz, suv, svet, kommunalniy hujjatlar asos. Bilasiz, bizning kanalda hujjat nosozroq vajda chiqarilmaydi, xudo xolasa. Ellar dosh do'shalgan, gaz ketib turibdi, hujjatlar bo'linib tayyor. Giraverishga damli eshik qo'yilgan, girganingizdan katta hol, dalon. Girgan yere katyol joylashtirilgan va ummanik bak, ellan yo'q giraverasiz. Ataplilar qilingan, oyoq tillari pol qoqib, polam laklanib turibdi. Patologlar esa gipsokardon bilan ishlangan. Lustrani xudo xolasa o'zingiz didingizga, fokusingizga moslab qo'yasiz. Hamma oxiri o'ngdan bo'lsin deb, o'ngdan boshlaymiz. Xudo xolasa biz sizni zolingiz bo'ladi. Zoldagi renderezida kattagina eshiklar ham qo'yilgan. Eshikda to'g'risi aytish kerak, qimmat eshik emas, sredniy eshik qistilgan. Dalandan to'g'riga o'tsangiz, bunda sizning oshxonangiz bor. Oshxonada menimcha 3-4 odam bemalol o'tirib ovqatlanish uchun sharoit bor. Fortuklar ham qistilgan kafellar. Kanal esa turbalar chiqarib ketilgan vaqtida issiqni gaz girib turibdi. Bu yerdan o'tsangiz detskiy spaniya alsangiz bo'ladi bu yerda. Yaxshi qana xona. Menimcha bir 3mi shuning bo'lishiga razmeri. Beram taxminasi bor. Mana yaqqan yeri orqada kichkina bo'lsam bog' qoldirib berilgan. Bu yerda novatsiya bo'ladi desangiz 1 metrdan sal ziyod bir letniy kuxni, barbekü zona olishingiz mumkin. Chiroyli chiqqan. Akkurat chiqqan deydi-ku. Bu ham tarafda yana 2 dona xona va sanuzul bor. Bu yana bir spalni. Ko'pchilik yerlarda ko'ramiz, bir xonali, bir etajli uylarda 2 dona spalni, 1 dona zal bo'ladi. Bunda esa 3 dona spalni va 3 dona spalning ham oynasi ko'chaga qaragan. Hech qaysi xonaning oynasi guluxo'y emas. Sho'ri zo'r. Navda bo'laysiz, 3 xonali joy olgan yaxshimi? 400 million, 500 million atrofida yo bo'lmasa bir etaj bo'lsa ham o'zingizga hovli joyingiz bo'lgan yaxshimi? O'zingizga chiqasiz, akay. Beram ataplina bo'lgan, shpaklyovka, pol, lak va so'nginda bu esa sizni sanuzulingiz bo'ladi. Hamma sharoitlari qilingan, adistonlari poldan patologgacha kafel qilingan. Beram ataplina qilingan. Bu yana esa menimcha kir mashina planlashtirib turibdi. Narxini egalari 490 million so'm pul aytib turibdilar. Menimcha normalniy. Bir maslahatlashib xarid qilib bersangiz bo'laveradi. Muborak bo'lsin. Obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin.